Vay japakesh qiynanam, voy japakesh qiynanam, yana nima ish qilayotganda, ey ma birinchi oy jang so'g'aqlar nima ish qilayotganda deyman. Ey qiynana, o'zingizni besib oling. Siz ma birinchi oy so'g'aq talant tozaymi deb chiqyapsiz, ma kelin pashalar yana sizning keyningizdan yugurib chiqadigan ish chiqib qoladi ekan. Ma so'g'aqda odamning tukurki to'nglab qo'yilsa, ey bir qo'llarimiz to'nglab qolmamda, ey qiynana. Mana qiynanamning keynidan men chiqdim talaga. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranchi kelin Miyassardan hammanglarga o'tiq salomlar olsun. Ishdan qaytib kelib uyga kelsam, qiynanam mush choyxonni yozda tozalagandek tozalgan turibdi. Nima bo'ldi apa desam, voy jinim bolam, ma biz jopakashlarga ma chog'anda gaz tugabdi uyda deydi. Voy anam, talata maqitamni qamsa desam, qanday qilamiz amsa bolam? O'tu ko'chaqlar metildatib o'taqchi van o't pishimiz tamoq o'xshamaydi dedi. Gaz akib berdiganlar telefon qilsak dam apopdi. Shuning bilan amalning yo'qidan bo'labtunda apa talada tamoq etaylik deb talani tozlig'ini tuduq balla. Qozon beshtirimizning ustini ancha-muncha yig'ishtirmasak, ey bu qishning kuni ya adam tamoq atmasa, nima mayna to'lu dey pika to'lu deymanda. Mush tozlab ketib bormay o'childatib so'g'aqlarda o'zamitan ko'kirib, muzlab, zukamdaman, chaliqqida zukam. Atmayli apa tamoqni deydisam, mayliq 5 balam nan deydi degan o'xshash do'stlar, bolalarim nimitsiz apa deb chiqib qopti, nimitsiz. Va sening dozovaningga shu chingsay basaylan teriplavasam, nima yeymiz deb so'g'aqlarda tamoqni atkizib ma'ada. Qotildab yurib yana tamoqni atdiq. Hay, taranchilar kelib olmoq oson emas, balla. Mishta pokizlik qilamiz deb uya-buyadan kesib olgan ishlar bo'ladi. Qo'llarimni ishtib, birdamdan ichida choyxonlarni tozalab qo'ychi. Shuning bilan hanim o'sma xemenosum talaj o'g'amasman, uy yo'g'anda ekan debla. Uy yandirib kirib xemelarni yo'g'irishga boshlab ketdim do'stlar. Endi bugungi tamoqim qanday tamoq desanglar, yutda qaymoq yutda solamiz, qaymoq yutda solamiz, ondan keyin qo'rdoq qilamiz. Ishkiyangiz tamoqda hisobtama oldi keyni bo'lib, mana qiynanam yo'g'irib qo'ygan xemeni yo'gashga boshladi. Ching'ida yo'gab xuddi bola papilgandek buni to'p-to'piga yopdi. Shundan birdamni bo'g'iz o'tdi xemeni. Ma taranch kelin desam, qanday kelindi deymanglar, jinim bolalar, yang yo'ni yub aqlaydigan kelinlar shu taranch kelin bo'ladi. Taranchilar kelin bo'lish uchun to'mödin chish kerak. Chaqchaq qilib qo'ydim-a bolalar. Taranchilar kelin bo'lish uchun to'mödin chish kerak deganimdek nima desangiz, kunda tozlik qilib chidishingiz kerak. Mınday aytgan vaqtchimi, kunda qilib atqanishingizni yana takrorlayversiz-da. Bir kun meni topib qolganimsa qatti bo'lmaydi. Xudo hozir biz uyga mehmon kelgandek oshinda ganjoda tozaymiz biz. Qo'lim qo'shnilarimizni tatib bilibdi, voy ana, ma taranch kelin Miyassarning o'ylisidagi kiysak har qitimda qizil turdi. Bir kunimi adam bir dasmaymi oyoq bilan deymiz malaning o'ylisiga deb ketadigan burun iliq bir qizil kesaklarimiz bo'lgan-ku, o'ylilarga yetib qo'ygan. Ashta bir qizil kesaklarimizni ashta tutatdi. Qo'shnilar kirib o'ylanglar, to'shaysib kiramdiq, oyog'imizni selutib kiramdiq deb ketadi-ku. Qaysi zamonlar men ko'mixona kirpaqmag'ini jimo ko'milan chiqpaqmag'ini to'va. Ma bugan bir mal qozon beshiga ish qilib man qaptike balla. Ko'mala deganga ma palay kiysanim unutib, qo'llarimda ilib, endi bir o'tni salay deb tursam qiynapam chiqibdi. Hay sojillik kelin. Siz ma qozon beshiga kelman bo'ldi, men o'tlarni sap beraysam, siz aka bo'ldingizmi ko'malarni deydi. Voy men aka oldim apa deb boshda desam, akalarman sap beray dedi. Bir mahbiyatligimni deb berayjimi? Mush yeng to'yib kelgan vaqtlarimiz unda gazlanma bek chiqqilik nim qilmagan uchun pinvan qo'raladi. Mushunda ko'mal qalaydiqda. Men mushu tamoqqa o't solsam 2 soatlik tamoq kech ketdi-da. Demiş o'timning ilqi nimam yo'qchimi balla tutashmaydi, men o't solsam qat'iy tutashmaydi. Shu har vaqtdamış qiynapam sap beradi, faqat bo'lmasa qiynatam bo'lsam sap beradi. Qiynanamda bir yil ketgan kunlarda-da. Bo'lmasa mening faqat o'tim tutashmaydi-da. Shu bugun opamning esiga qoldim. Voy, bo'ldi siz hamma men sap beray deb chiqib opam sap berdi. Opam mushtal o'tni solganmasa shunda ishtik tutishdi-da. Shunlar buni yepiblatdik, shunlar qozonga soni qo'yib, yepib uyga kirsak, voy vallahi xemelarim bo'lib ketibdi bir tariqliq. Bizning Azizaga 2 kun bo'ldi o't ketdi. Cho'chorasam cho'chor tugmadaydi qaranglar. Uyda turib tamoq yetishni o'rgandikanda, balam sizda kichikdingiz, amdi desam, yo'q men qilmadaydi. Voy qiziqishingiz bo'lgan ekan qiling deb buning bir kichik xemeni o'shlab berdik. O'shlab berib sinovlan qaymoq jutlarimizni qilishga tutishib ketdik-da. Qaymoq jutlarimizni ancha o'rnak qilib beraymi bolalar sizlarga. Mana bu xemeni tozamashda holatga kelib toza yetib, biz holatga kelgan ekan. Avvalgi abjashmayimiz bor, qilgan abjashmaydan azroq surib etgan ekan, anan ekan tayyorlagan qaymoqimizni. O'tganda opamlarning legan qaymoq pishirdi deb ko'z qo'ygandim-ku. Ashta qaymoqlarimizni akilib toza surib ashu. Turib lam qilib o'tadigan bo'lsanglar, bolalar, bu qaymoq jutda degan og'zinglarda qoldi-jimo, vahshiy payzolda ish qilib
maqta qo'yaychamdi. Lekin bek yaxshi ko'rman, o'zim bek yaxshi ko'rgan tomoq qo'g'ashqa, so'g'aq bo'lsimi, g'ayrat qilib itivatdiqda mana. Oxirida azizam qizimning tomoq qilib qopdi-da. Voy mening qilib qoldi appa dedi. Qilinga deb buning ayrim bir xemen ila bayam o'ynagan xemeringni tashlab qo'ydim. Shuni ola ayrim xemendan birini ilib buning kichkinni qilsam, xeyli o'rganib qopdi qaranglar qizlar. Shunga kichik qilib o'zi tush qilam. Gediklam bir juta qiladi. Mushuni yangsiz desam, ma'qul deb xush bo'ldi, boshlab ketdi shuni olan. O'ngacha o'tirimiz tutishibdi. Jutalarimizni selib oldik. Yili qo'rdoq palasida texa yana bir tomoqimiz bor. O'zimizcha gezimiz tugab ketib ikki yang'is tomoq qo'yib bo'lgan gap bugun. Shunlar matrabga kelib o'tni saldi. Yo'qni o'tim bilan qo'raylayamdi. O'tim bilan qo'rmasa qachon qaynaydi bu dedi. Qarsoq kechkir ketib bordi. Davomli uyda tomoq etayotqashqa tuyuqsiz talog'i chiqsangiz tuzni nima to'shaysizga, choyni nima to'shaysizga. Unda olganki voy bu to'shmaychi deb tuzni olqinim qilib chiqib olgan gapda men bek o'rin ba'zi yerlar kelgandichu. Mana deb olqinim qilib chiqsam opam kuladi. Shuni bilan qo'rdoqning seni go'shtli qildik, go'sht qilsak asam pishadigan talodim bek uzoq turib ketmaymiz deb go'shtli qilib bilan valloh buni qo'rib etib bilan uyga qochdik. Tomoq pishqicha opam ikkimiz bilan uyda o'tirib birdam saqlayotimizda texa ikkimiz shundan muzlab ketdik. O'ngacha men u qo'rdoqqa qo'noq silishni unutib qopdimanki, qo'noqlarni ochib qoldim birdamda. Mana pishdi tomoqlarimiz pishdi. Ey vallah, kamimsil tomoqlarga. Mo choynimi talab qaynatgan gapda biz g'oljiliklar har qanday tomoq etayli, zod atganchimiz bali-bada. Orliqda men qizim opa chopan kiyivlang deb oqisini chopinini ochib turibdi. Patmamniki desam petib qoldim menga, o'g'lim xali cho'mib qoldi. Nima? Mana men qizimning kichik juttalarini qilib qo'ydim. Orliqda men kichikina xeme ishib qopdi shuni olan. Uni yana tugamdim desam, opam bo'ldi men u qo'rdoqning to'piga yeb etayli deganda, uni yeb qo'ysaqmish chiroyli pishibdi. Ay, mana qizlar xo'shallik degandan shundami? O'sha odiq chiqdi-ku. O'sha ana bir kulkusi bilan voy tomoq o'xshabdi degan gibi bilan qiynab-qiynattiringizdan ajab tomoqingiz o'xshabdi bo'lam degan gibi bilan adamning odiq chiqdi-ku shunchalik japatatgan bo'lsa. Shuni bilan bugungi so'g'aqlarda japatatib aytgan tomoqimiz vahshiy o'xshab ketibdi. Bir oylik ishlar birdan mundishib o'tirib tomoqlarimizni yopdik do'stlar. Bugungi vloglarim ishida oxirlasin do'stlar. Endi men chinqachilarimni besuqtirib, endi oramolayjimi? Meni go'njoq qilishni unutib qolmanglar. Men mening yeng nomerimni chiqarib atmay, cho'ng nomerimni chiqarmadim. Shu yeng nomerimni chiqim qo'shilinglar.